Jahon tillari universiteti yaqinidan tayyor 2 xonali arzonga, uni ustiga yetmaganini ipoteka qilishi mumkin bo'lgan 2 xonali uyimizni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz mehmonxona qismi bo'ladi. O'zining yumshoq mebellari, TV zonasi, konditsionerlarimiz ishlab turibdi. Bu yoqda esa oshxonamizni o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirib, 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimiz egalari tomonidan ko'rib turganinglardek, bu yerda ham bemalol bolalar xonasi sifatida foydalansalaring bo'ladi. 1,5 ga 3 bo'lgan balkonda esa shunaqa eshiklar bilan ajratgan holda oshxonaga o'zgartirilgan uyimiz egalari tomonidan. Oshxonamizda ham kerakli barcha mebel texnikalar yaxshi sifatlisidan qilingan, o'zlari uchun mehr bilan rollar alishgan, oynalarga panjaralar o'rnatilgan. Ko'rib turganinglardek, uyimizning umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. 4 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan bo'ladi. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi keladi. Ko'rib turganinglardek, sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor bilan did bilan jihozlangan. Uyimiz egalari o'zlari uchun ko'rib turganinglardek, ushbu uyimizni ijaraga berib ham har oy 500-550 AQSh dollardan daromad olsangiz bo'ladi. Ularni eshikdan kirib kelish, раздельный sanuzel va stroyniy shilkalari ko'rib turganinglardek, bu yerda esa раздельный sanuzelimiz duvonda qismi. Kafelarda yaxshidan terilgan ko'rganlaringdek, gilan eshiklarimiz alishgan bo'ladi va hojatxonamiz. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 14-kvartal, eski Al-Hilol, hozirgi Buxoro kafesining orqasida joylashgan shundoq Jahon tillari va Farhod bozorigacha bor yo'q 200-300 metr masofada joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 71.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin.